Akalar, mashina bozorda narx-navolarni Equinox, Malibu, Gentra, Cobalt so'rayotgan oq ukalarga atmetga qilib qo'yinglar. Equinox 2020-yillari 21-yilgacha 18,5 mingdan boshlanadi. 20 ming, 21 minggacha to'xtayapti. 21-yildan 23-yilgacha 22 mingdan 35 minggacha probegiga qarab. Hop, Malibu 2 15,5 mingdan boshlanadi 2018-yillari. Oxiri 30 minggacha. Undan ham balandlari bor. Hop, Gentra'lar 6 mingdan boshlanadi. Best probegi Style 17 ming, Economizer'i 17.100, 17.200 sotilyapti. Cobalt 2017-yil, 16-yillar, 2014'lari, 2013 mexanikali, ular 5 mingdan boshlanadi. Hop, Style 12,5 ming, qora diskaligi 12.900 da to'xtayapti. Hop, Spark'lar 3 mingdan boshlanadi. 22'lari 8,5 ming, 8,5 mingdan 9 minggacha. Matizlar $1000 boshlanadi. Eng oxiri 4,5 mingda to'xtaydi. Hop, Jigulilar $500 boshlanadi, 4 mingda to'xtaydi. Xudo xolisa narx-navoli tashiydi. O'shanda zo'r mashinalar sizlarga ilinaman.